Surunkali charchoq yana ko'pchiligimizga tanish bo'lib o'rgirgan xronический усталость degan diagnozni eshitishga biz ko'p o'rganganmiz. Bu diagnoz nimadan kelib chiqadi? Organizm uzoq vaqt stressda yurishidan kelib chiqadi. Keyin ayollarda tez qizishib ketish, ya'ni klimaks davrida ham ayollar bunga moyil bo'ladi. Uyqusizlik, uyqu rejimini buzilishi, kechqurunqida behudaga uyg'onib ketishlar, stress holatidan chiqa olmaslik, uzoq asabiy holatda yurish. Bularni o'zi aslida nevropatologga borganingizda yoki nevrologik holatlarda antidepressantlar beriladi. Oddiy qilib aytganda miyani o'chiruvchi preparatlar, ya'ni siz o'zingiz asabiy bo'lgan holatingizda sun'iy preparatlar bilan sizni uxlatiladi, tinchlantiriladi, ya'ni organizmni stress holatdan chiqarish uchun. Buni fiziologik yechimi bor. Human terapiya hech qanaqa preparatlarsiz, hech qanaqa antidepressantlarsiz tanani o'zini fiziologik holatini tiklaydi. Human terapiyani natijasida shu preparatlar bilan ishlaysiz, lekin preparatlar bular sun'iy sizni miyangizni o'chiradi. Turganingizdan keyin siz energiyani his qilmaysiz. Human terapiyada bu holat tabiiy fiziologik jarayon bo'ladi. Va siz uxlaganingizda, tinchlanganingizdan keyin og'irlik, ya'ni dorini ta'sirida lanj bo'lib yurish emas, qaytaga energiyani his qilasiz. Bu shunaqa terapiyaki preparatlar bera olmaydigan natijani fiziologik jarayonda beradigan terapiya hisoblanadi.